Hazır hammamizning uyimizda kir mashin bor. Shu kir mashinamizni top-toza olganimizdek etib, tez, oson tozalashni istasangiz, bu video aynan siz uchun. Oxirigacha ko'rib, sahrangi tatib qo'yishni unutmang. Baraban chetindagi rezinkalar eng ko'p mikrob yangidan joyashadi. Rezinkalarning ustidan chayni soda solamiz va uni ustidan 10% uksus solamiz va biroz evitib qo'yamiz. Biroz evigandan keyin rezina aralarini tozalab olamiz. Shu uslubda tozalasangiz, kir mashiningizdagi hamma yomon hidlari ketadi. Endi navbat latoklarini tozalab olamiz. Aytgancha, EcoTap bilan hammasi oson. Har xil soda ishlatganimizda latoku duz baylab qopdi. Shuni yaxshilab getirish uchun EcoTapni solib, ustiga qaynar suv solib qo'ydim. Yarim soatdan keyin cho'tka yordamida yaxshilab ishqalab yuvib oldim. Kir mashinamizni shuning pastki tarafini to'lab ochib olamiz va bu yerda biz o'ylagandan ham ko'p yomon narsalar bor. Shu joyini olib, bo'shatib, oqib turgan suvda yaxshilab cho'tka bilan yuvib olamiz. Endi esa nasotkasini qaytarib joyina joylaymiz va ichlarini ham tozalab olamiz. Bu arada ivib turgan latokimiz top-toza bo'libdi. Eng asosiy joyi barabanni tozalashimiz. Men shu sredstvadan foydalanaman. Sizlar kolgon yordamida etsangizlar ham bo'ladi. Rejimini очистка baraban rejimini qo'ysangizlar, baraban orqalari bilan tozalab, nakiplarini tushiradi. Bundan keyin kir mashinalaringizdan svejiy hid kelib turadi. Kir mashinim uzoq muddat xizmat etsin desangiz, hech bo'lmasa yilda 2 marta shundab очистка baraban qilib turing. Rezinalari top-toza bo'ldi, barabani yengil aylandi, oynalar ham chinnidim bo'lib, hamma yer dup-tunuq bo'lib chiqdi. Bu kir mashinani ishlatib boshlaganim 8 yil bo'ldi. Shundan buyon ko'p og'irimni yengillatib kelayotir. Har safar kir yuvganingizda parashok bilan gelni barabanning ichine solib yuvsangiz, barabaningiz is bo'lib qolmaydi va sizga uzoq vaqt xizmat etadi. Bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpiska bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.